Tasavvur qiling. Agar bugungi kunda biz yaxshi biladigan tovuqni, burgutni yoki hatto mushukni jun va patsiz holatda tasvirlasak, u nimaga o'xshab qoladi? Ko'pchilik buni ko'rganda bir xil xulosaga keladi. Bu mavjudot dinozavrga juda o'xshaydi. Bu shunchaki tasodifmi yoki tabiat bizdan nimanidir yashiryaptimi? Ko'p yillar davomida insoniyat dinozavrlarni filmlar va hujjatli lavhalarda ulkan, sovuq, qonli va quruq terili yirtqichlar sifatida tasvirlab keldi. Ayniqsa, Yura davri bog'i filmi bu tasavvurni butun dunyo ongiga muhrlab qo'ydi. Ammo ilm-fan bugun butunlay boshqa manzarani ko'rsatmoqda. O'tgan asrning oxirlaridan boshlab Xitoy, Mongoliya va Markaziy Osiyoning ayrim hududlarida topilgan qazilma qoldiqlar olimlarni hayratga soldi. Chunki bu suyaklar atrofida patlarning aniq izlari saqlanib qolgan edi. Bu esa ko'plab dinozavrlar aslida patsiz emas, balki patli bo'lganini ko'rsatadi. Eng hayratlanarlisi shundaki, bugungi qushlar dinozavrlarning to'g'ridan-to'g'ri davomchilari hisoblanadi. Hozir osmonda erkin uchib yurgan qushlar millionlab yillar oldin yer yuzida yirtqich bo'lib yurgan mavjudotlarning avlodlari. Masalan, Tyrannosaur Rex va oddiy tovuqning skelet tuzilishini solishtirsak, o'xshashliklar ko'zni qamashtiradi. Patlar faqat uchish uchun paydo bo'lmagan. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, dastlab patlar issiqlikni saqlash, tanani sovuqdan himoyalash va hatto o'zini namoyon qilish uchun xizmat qilgan. Ba'zi dinozavrlar rang-barang, chiroyli va hatto bezakli ko'rinishda bo'lishi mumkin edi. Shunda tabiiy savol tug'iladi. Nega biz dinozavrlarni hanuzgacha ko'pincha junsiz va qo'rqinchli qilib tasavvur qilamiz? Sababi juda oddiy. Kino sanoati ilmiy haqiqatdan ko'ra tomoshabinni hayratga soladigan va qo'rqitadigan obrazni afzal ko'radi. Patli dinozavr esa ko'pchilik uchun unchalik dahshatli ko'rinmaydi. Agar dinozavrlar yo'q bo'lib ketmaganida, ehtimol bugun ular qushlar kabi rangli, aqlli va tirik mavjudotlar sifatida yonimizda yashayotgan bo'larmidi? Balki biz ularni yirtqich emas, balki tabiatning tirik mo'jizasi sifatida ko'rgan bo'larmidik? Bu savollar hali ham olimlarni o'ylantirib kelmoqda. Dinozavrlar haqida bilganlarimiz bu faqat muz tog'ining ko'rinib turgan uchi xolos. Haqiqat esa bundan ham chuqur va sirli bo'lishi mumkin. Agar sizni ham tabiatning yashirin sirlari, ilm-fan ortidagi haqiqat va bizga ko'rsatilmaydigan faktlar qiziqtirsa, Sirli dunyo kanaliga obuna bo'ling. Oldinda sizni yanada sirli, hayratlanarli va aqlni lol qoldiradigan videolar